Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi darvozani ham o'rnatdik. Namangan tumani Navbahor mahallasiga. O'lchamlari balandligi 358, eniga 335. Qavatli darvoza, oldi 1.8, orqasi 1.5 disdan foydalanilgan. Tepa tomonidan taxiya tashalgan 40 sm kiyikdan foydalanganmiz. Zamokda ham arzon zamokdan qo'yganimiz yo'q. Kimga shunday darvoza kerak bo'lsa, bemalol olib chiqishingiz mumkin. Faqat bir narsani aytib o'tib ketay. Kimdirlar kelib turib orqasidan mana bunday shulardan o'rnatdik desa, tavsiya bermayman ishonishda. Sababi nimaga? Mana biz o'zimiz o'rnatdik. Mana ish joyini. Mana qo'rqmay ochib yopib ham beramiz. Egalarini ichiga kira olamiz. Tepadan shunchaki mana shuni yasadik deb o'rnatib keta olganimiz, qo'yganimiz yo'q. Mana ko'ryapsiz. Ichkaridan ham bemalol olib yopib yuribmiz. Xonadonlarga hozir mana egalari Rossiyada bo'lsalar ham video yozib qo'yib himoya qildik, ko'rsatdik. Bitta nima qanaqa material ishlatganmiz, hammasini ko'rsatib o'tdik. Ya'ni loyiha berganmiz, o'sha loyiha bo'yicha og'ishmasdan qanday bo'lsa o'shanday qilganimizni mana ko'rsatib o'tdik. Xonadonni ichidan syomka qilyapman, tashqaridan emas. Sizlarga ham tavsiya beraman. Kimdir o'sha YouTube'ga ko'rasizmi, Instagramdan ko'rasizmi, ahamiyat yo'q. Sizga darvoza ko'rsatyaptimi? Iloji boricha mana bu tomonda mana Ibrohim aka usta o'rnatdik. Mana bu ishni yakunladik. Do'padalarni olib qaytyapmiz. Darvoza. O tepada mana reklamamizni ham, raqamlarimizni ham ilib qo'yganmiz. Faqat bu yerdan biroz ko'rinyapti. iPhone ham masofadan olaman. Ko'ryapsiz? Kaltka ichida qilib berdik. Shunga o'xshash yana sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz bersangiz bo'ladi.